Qizlar, bugun biz sizlar bilan kalyanlarga, ya'ni stol guli vazalariga pena quyishni o'rganamiz. Kalyanlarimizni mana shunaqangi o'ta chuqur, sayozroq, biroz chuqur, o'ta sayoz turlari bo'ladi. Bularga har bittasiga o'zini pena quyish texnikasi bo'ladi. Shularni hozir bittalab ko'rsatib o'taman va penani turini. Men har xil penalar ishlatib ko'rganman. Shularning ichida Somafix brendi ostida xuddi shunaqangi penadan bu 1 kilogrammli pena. Agar idishlarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa 1 kilogrammlikni birdaniga ishlatishimiz mumkin yoki Gold Universal brendi ostida ishlab chiqariluvchi pena. Bu 500 grammli pena. Penani 500 grammligi, 300 grammligi, 1 kilogrammligi, 1,5 kilogrammligi bo'ladi. Hozir bularga har bittasiga penani quyishdan oldin mana shu o'rta qismidagi ochiq joyini bekitib olishimiz kerak, chunki pena quyganimizdan keyin vaqt o'tib bu idishimiz o'rtasidan mana shu turbichkasi ketganda, shuni ichidan pena o'tib orqa tomonidan chiqishi mumkin. Shuni hisobiga o'rtasini avvaldan bekitib olishimiz kerak. Nima bilan bekitamiz degan savolga Penaplex kusoklari, masalan mana shunaqa, yoki Pokay kusoklari yoki penani oldin ishlatgan penalarimizdan ortiqchasi bo'lsa, ortiqcha ishib ketgan joylarini olib qo'yganimiz bo'lsa, shulardan foydalanamiz. Masalan mana shunaqangi qilib turib o'rtasiga pistoletning kilelab turib yopishtirib olsak ham bo'ladi yoki mahkam o'zini shunday qotirib olsak ham bo'ladi. Mana shunaqangi holatda. Shundan keyin pena quysak bo'ladi. Sayoz penalarga ichiga hech narsa solmaymiz, pokay solmaymiz. Chuqurroqlariga mana shunaqangi qilib solib olishimiz mumkin, chunki sayozlarga solganimizdan keyin bularni pena quyilgandan keyin formasi o'zgarib juda ham xunuk chiqib qolishi mumkin. Shuni hisobiga penani o'zini quyamiz bularga ichini shunaqangi qilib to'ldirib olsak bo'ladi. Shu qirg'oqlariga pena teganda ushlab qolaveradi, bemalol chiqib ketmaydi. Bunaqangi o'ta chuqur idishlarimizga bo'lsa, bularni ichiga ham pokay solib olsak bo'ladi yoki juda ham ichkari qismiga shunaqangi ortiqcha salafanlarimizdan solib olsak ham bo'ladi. Juda ham ko'p solinmaydi. Mana men juda ham itardim. Pena quyilgandan keyin salafan ko'tarilib tepaga chiqib ketmasligi uchun mahkam qilib olish kerak. Buni ustki qismiga endi to'ldirib salafan solib bo'lmaydi, chunki gul ekkanimizda salafanga gul kirmaydi baribir. Menda penani ortiqchalari bor. Shulardan solib to'ldirib olaman. Ortiqcha to'ldirib yormaymiz. Mana bo'ladi shunchalik. Qizlar, bu vazamizga mana o'ta chuqur, bu o'rta chuqurlikda. Bunga ham shunaqa ichkari qismiga biroz mana shunaqangi qilib turib solib, pokay kusoklari yoki Penaplex yoki hozirgidaqa pena kusoklari bilan solib olsak bo'ladi. Mana qizlar, buni ham unaqangi to'ldirib yormaymiz. Ortiqcha faqat tag qismiga biroz pena ko'p ishlab ketmasligi uchun solib olamiz shunaqa qilib to'ldirib. Qizlar, hamma idishimizni tayyorlab oldim. Uchlarini o'zim aytgandaqa berkitib oldim. Shuruplarini uchun. Endi penamizni tayyorlab olamiz. Penani rezbali temir pistoletligi bo'ladi va shunaqangi o'zini одноразовый pistoletligi bo'ladi. Men har safar mana shu turidan ishlataman. Va birdaniga bitta ishlatganimda hammasini ishlatib yorishga harakat qilaman. Hozir o'zini pistoletini maxsus rezbasini o'ziga qotirib olamiz. Mahkamlab va penamizni ishlatishdan avval 3-4 marta silkitib olamiz mana shu holatda.
Mana qizlar yaxshilab silkitib oldim. Endi bir boshdan o'ta qattiq ezib olmaymiz. Sekin astalik bilan. Bismillah. Qattiq ezib olganimizda hamma yoqqa sochilib ketishi mumkin penamiz. Aylanasiga qilib qo'yamiz. Oshirib toshirib olishimiz keragi yo'q, chunki pena ishadi. Ishini hisobga olamiz. Mana shu holatda qoldiraman. Endi mana bunisiga. Menga e'tibor qilsalaring. Ichiga unaqa ko'p narsa solmaganman. Bitta aylantirib olaman. Qirg'oqlari bilan aylantiradigan bo'lsak, ishganda idishimizni chetlaridan pena toshib ketishi mumkin. Shuni hisobga olamizda. Mana bo'ladi shu. O'zi shu ham 2 barobar, 3 barobar ko'tarilib, idish bilan to'la bo'lib qoladi. Mana bunga uchi o'zi shurupini uchi bek bo'lgani uchun hech qanaqa narsa bilan bekitmadim. Mana qirg'oqlariga ortiqcha chiqarmaymiz. Aylanasiga bu ham bo'ldi. Endi mana bu turiga chiqaramiz. Qirg'og'iga birinchi aylantirib olib turib, keyin o'rta qismiga tomon ketilaveradi. Mana ko'ryapsizlarmi qizlar, chetlariga to'ldirib quyganim yo'q, chunki gul ekilgan vaqtda ham penasi ko'rinib qolmasligi uchun iloji boricha o'rta qismiga chiqarish kerak. Yana bir vazani turiga chiqaramiz penamizdan. Buni ham chetlari bilan birinchi boshlab oldik, o'rtasi tomon. Ko'rdilarmi qizlar? Mana. Yetadi shunchasi bizga. Endi mana bu idishimizni shunaqangi ob'yomi kattaroq, gul ekiladigan qismi kattaligi uchun ichiga anchagina pena kusoklari va penaplex kusoklari solganman. Endi buni ham chetlaridan boshlab quyib olaman. Mana shu chetlaridan quyayotganimiz idishimizni ushlab qoladi. Chunki o'rta qismiga anchagina kusoklar solganmiz mana. Biroz o'rtasini balandroq qilamiz. Yetadi shu. Mana qizlar, kalyanlarimiz hammasiga pena bilan ishlab oldik. Bularni hozirgina quyib tayyorladim. Kamida 5 soat qo'yaman har safar. 5 soat yoki 5 soatdan oshiq bo'lgan vaqtda to'liq bular qurib, ob'yomlashib, yana ham tayyor holatga keladi. Birinchi marta kalyanga pena quyayotgan qizlarga tavsiyam, birinchi bo'lib kalyanni chetlarini shunaqangi hamma qismini kerak bo'lsa laminatlab yoki shunaqangi maxsus paketlar bilan o'rab olinsa, gul ekib bo'lgungacha olib tashlamaydilar. Keyin gullarini ekib bo'lishgach ovorishsa, kalyanimizga zarar yetmaydi, kile oqmaydi, pena oqmaydi, chiroyli holatini saqlab qoladi. Hozir batda 23 ta kalyanimiz, 23 ta kalyanga bitta 1 kilogramlik penamiz yetdi. 1 kilogramlik penani men 75 ming so'mga olganman. Mana qizlar, penalarimizni quyganimizga oradan 6 soat o'tdi. 6 soat o'tib, har biri shunaqangi holatga keldi. Ko'rib turganlaringdek, chetlari bilan to'ldirib quymaganimiz uchun juda ham chiroyli tayyor bo'lgan. Gul ekilgan holatda ham mana shu holatda turganda penalari ko'rinib qolmaydi shunda. Hammasi unaqa oshib toshib ketmagan, me'yorida bo'lgan. Penalarning usti birinchi bo'lib qatib qoladi. Qatidi deb bunga darrov gul ekib olmaslik kerak.
3-4 soat o'tib ushlasalarning tepasini o'zi qatigan bo'ladi. Gul ekib yuborgan taqdirlaringda ham ichi yaxshi qatamagan bo'ladi. Shunda gullar sizlar o'ylaganchalik tekis terilmaydi. Ichini hali qatamagani hisobiga.